Hammaga salom. Bugun sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Uy, misol uchun traversiyadan bo'lsa, mana shunaqa traversiyadan bo'lsa, sariq, ya'ni issiq rangdan bo'lsa, hech qachon bunaqa sovuq rang hozir mana o'zgaruvchanda bu rangi. Mana o'zi qizillashdi, keyin ko'k bo'ladi. Kompozitsiya bekorga bormas. Ya'ni qizil rang, issiq rang bilan issiq rang tushadi, sariqlar ham tushadi, lekin ko'k bilan tushmaydi. Ko'k, yashil, havo ranglar bilan tushmaydi. Shuning uchun uy qurganda fasadda ham, ichkari interyerda ham patologiyaga svet qo'yganda hech qachon maslahat bermayman. Ko'k svetlar qo'yish maslahat bermayman. Bu sovuq rang odamni diskomfort holiga olib keladi. Odam qaraganda, yashaganda komfortli, mazza qilib yashash kerak. O'zini komfortli his qilish kerak. Iloji boricha issiq rang va gullardan qanaqadir dekorativniy shunaqa narsalardan foydalanish kerak. Binoni ichida, tashqarisida ham tabiiy narsalar bo'lsa, tabiatni eslatib turadigan narsalar bo'lsa, shunda asab tinchlanadi, mazza qilib yashaydi odam.